Bu yaltiroq qog'ozda dimiqib ketdim-ku. Qani endi tezroq meni ochishsa-yu, sharafli vazifamni g'urur bilan bajarsam. Bu yer tor ekan. Sen haqiqiy tor joyda bo'lib ko'rmagansan-da hali. Pozitiv kayfiyating 2 daqiqaga yetmay sinib qolgan bo'lar edi, jigar. Voy bilya. Basharangga qara. Ichingdagi oq narsa nima u? Sug'ushonkami? Buncha sassiq bo'lmasang ichingda odam o'lganmi? Odam nima bo'pti? Butun boshli sivilizatsiya hozir ichimda jon beryapti. Sen qaribsan, jigar. Men esa yaltirab turibman. Kuchim to'lib toshib ketyapti. Naqd 1,5 soat xizmat qilaman. Jigar. Qahramonlik 3 daqiqa davom etadi. Xo'jayin pivo ichgan bo'lsa balki 5 daqiqa. Keyin esa axlatga dam olishga ketasan. 3 minut emasdir. Har holda tarkibimda sezgi o'ldiruvchi mentol bilan qulupnay ta'mini beruvchi moddalar bor. Qulupnay ta'mi deganingga esimga tushdi. Men bo'lgan joyda faqat axlatli ta'mi kelar ekan. Orqa eshikdan kirdim menimcha. Men qahramon bo'laman. Birato'la isinib ham olaman. Qahramon emish. 3 daqiqadan keyin axlat chelakda ko'rishmasak, ismimni komdom qo'yaman. Tojemni tavakkal qilishga hojat yo'q. Kayf bu xotirjamlik degani. O'zingga ishon, ammo doimo himoyalan.